Assalomu alaykum hammaga. Bizni YouTube platformasi orqali kuzatayotgan Toshkent Law School o'quv markazining onlayn o'quvchilari va meni videoga olayotgan Behruz. Bugun sizlar bilan darsliklarda keltirilgan Fuqarolik kodeksining 6 ta moddasi, ya'ni 502 hadya shartnomasini, 573 bino yoki inshootni ijaraga berish shartnomasini va 631 pudrat shartnomasini, bundan tashqari 744 kredit shartnomasi, 769 bank omonat shartnomasi va 761 bank omonatining shartnomasining shakllari haqida gaplashamiz. Biz bilamiz, hadya shartnomasi bizda juda ham ko'p ishlatiladigan, ya'ni yoshligimizdan bu hadya shartnomasimiz shakllariga ega bo'lib kelganmiz. Ya'ni kim tog'a, amma, xola, buvi tomonidan bayramlarda, hayit bayramlarida sizga beriladigan pullar bular qaysidir shaklda hadya hisoblanadi. Ya'ni kim bir shaxs tomonidan hech qanaqa manfaat ko'rmaslik hisobiga boshqa shaxsga o'tkazilishi. Deylik, menda uy bor va men bu uyimni qaysidir yaxshi ko'rgan shogirdimga, masalan, Behruzga shunchaki sovg'a qilib yuborayotgan bo'lishim mumkin. Ya'ni hadya shaklida. Hadya shartnomasi og'zaki yoki yozma tuzilishi mumkin. Hadya shartnoma qilgandan keyin uni qaytarib olsa bo'ladimi yoki yo'qmi, berildimi, ketdimi degan savollar tug'ilishi mumkin. Albatta qaytarib olishingiz mumkin. Agarda siz hadya qilib bergan inson, ya'ni hadya oluvchi sizga nisbatan hurmatsizlik, oila a'zolaringizga hurmatsizlik qiladigan bo'lsa, yoyinki agarda sizning moliyaviy ahvollaringiz og'irlashadigan bo'lsa, bu hadya shartnomasini qaytarib olishingiz mumkin hisoblanadi. Yana ham aniqroq o'qish uchun Fuqarolik kodeksining 502-moddasini olib o'qiydigan bo'lsangiz, bu yoqda aniqroq va to'liqroq bergan. Biz sizga qisqa va tushunib olishingiz uchun sharhlangan shaklida beryapmiz. Xo'p, keyingi biz moddamiz bu 573-modda hisoblanadi. Bino yoki inshootni ijaraga berish shartnomasi. Bu shartnomani asosan tadbirkorlar yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlayotgan insonlar tuzadi. Ya'ni kim, siz Chilonzor tumanida, ya'ni mana o'quv markazimiz ham Chilonzor tumanida binoni o'sha inshootni ijaraga olgan hisoblanadi. Ya'ni kim tadbirkorlik qilish uchun, daromad olish uchun investitsiya kirgizib, pul kirgizib o'sha binodan daromad oladi. Binoga joylashadi, savdo qiladi. Biz ko'rayotgan do'konlar, kiyim do'konlari yoki har xil o'yin klublari, ya'ni o'sha game klublari ham binoni yoki inshootni ijaraga olgan hisoblanadi. Ya'ni kimki sizda bino bor, unda yashamaysiz, yashash uchun mo'ljallanmagan bino bor va siz uni kimgadir daromad olish uchun shunchaki ijaraga beryapsiz. Bu bino va inshoot ijaraga berish hisoblanadi. Bu vaziyatda ijaraga beruvchining bo'ynidagi mas'uliyat, ya'ni majburiyat bu binoni ijaraga oluvchiga topshirish. Ijaraga oluvchida esa mana shu ijara haqqini doimiy muddatda topshirish, ya'ni to'lab borish hamda o'sha bino inshootni nurab ketmasligi uchun, ya'ni yomonlashib ketmasligini oldini olish hisoblanadi. Bino yoki inshootni ijaraga berish asosan yozma shaklda tuziladigan shartnoma hisoblanadi. Uni og'zaki tuza olmaysiz. Chunki u yoqdan daromad olinadi, undan foydalanadi. Shu sababli bu yoqdan uni og'zaki tuza olmaysiz. Doim yozma tuzilishi kerak, ya'ni solih ko'rish kerak, uni daromadlaringiz ko'rinib turishi kerak. Yana ham aniqroq o'rganib olish uchun, ya'ni o'zingiz uchun ko'rib olish uchun bemalol Fuqarolik kodeksining 573-moddasini ochib ko'rishingiz mumkin. Keyingi moddamiz bu pudrat shartnomasi, 631-modda Fuqarolik kodeksida. Biz pudrat shartnomalarini asosan qurilish sohalarida ko'rganmiz. Ya'ni kim, siz bir qurilish firmasiga pul o'tkazasiz, pudrat shartnomasi tuzasizda, ular sizga o'sha binoni to'liq qurib berishi yoki faqat katlamanni yoki deylik binoni ichki tizimlarini tuzatib berish. Bu narsadan tushungan bo'lishingiz mumkinki, pudrat shartnomasi xizmat qiladi, ya'ni pudratchi, xizmat ko'rsatadigan shaxs va buyurtmachi. O'sha pudrat shartnomasini o'sha xizmatni buyurtma qiladigan inson o'rtasida tuziladigan shartnoma hisoblanadi. Oddiy kim Yevroremont qilasiz, mana uyingizda har yozda uyingizda Yevroremont qilganda ishchilar bilan, quruvchilar bilan siz og'zaki tuzasiz. Asosan pudrat shartnomasi yozma tuziladi. Ana o'sha shartnoma pudrat shartnomasi deyiladi. Ya'ni kim xizmat ko'rsatish masalasi bo'yicha. Bizning keyingi moddamiz hisoblanadi. Bu 744-modda, bu kredit shartnomasi. Ayni damda juda ham ko'p insonning bo'ynida og'ir yuk bo'lib turgan shartnoma bu kredit shartnomalari. Ya'ni bankdan bemalol olasiz uni, pul shaklida olasiz va ma'lum foizlar orqali bo'lib to'lab borasiz. 6 oylik kredit shartnomalari bor, 1 yil, 24 oylik, 36 oylik shartnomalar bor. Ya'ni shu muddatga qarab, miqdorga qarab yilma-yil ko'payib ketadi. Mana misol ipoteka shartnomalari ko'pincha 20 yilga beradi. Shu kabi avtokreditlar mana 5 yilga, 3 yilga beriladigan. Mana shu kredit turlarini siz keyingi videolarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Biz o'sha moliya va budjet huquqlarini tushuntirganimizda aytib o'tamiz. Yana ham zo'rroq o'rganib olish uchun albatta Fuqarolik kodeksining o'ziga 744-moddasiga murojaat qilishingiz mumkin. Nega aynan Fuqarolik kodeksining o'ziga sizlarga
havola beryapmiz, chunki bu yoqda biz faqatgina bir modda bilan chekingan bo'lsak, Fuqarolik kodeksida bir qancha moddalarni o'z ichiga olinadi. Ya'ni abituriyentlikdan keyin o'rganish tavsiya qilamiz bu narsani, chunki abituriyentlikda sizga kerak bo'ladigan asosiy tushunchalar mana shu deb hisoblaymiz. Uni kengroq o'rganadigan davringiz bu talabalik yoki talabalik tugatgandan keyin ish faoliyatingizda kerak bo'ladi. Keyingi shartnomamiz bu, keyingi moddamiz bu 759-modda bank omonat shartnomasi. Bankka omonat nimaga qo'yiladi? Kredit shartnomada biz bankdan pul olib o'zimiz uchun ishlatgan bo'lsak, endilikda biz bankka pul qo'yib, pulimizni ishlatamiz. Ya'ni biz bankka pul qo'yamiz va bank bizdan pulni olib o'zi saqlab turgani uchun bizga foizlar berib boradi. 20%, 30% asosida ustiga pul tushib boradi. Bu yillik hisoblanadi. Nega bank sizga pul qo'yganingiz uchun pul beradi? Chunki siz pulingizni olib turib, ular boshqa odamga kredit hisobida beradi. Deylik, odamlarga 40% berilayotgan kreditni 20% omonat qo'ygan insonga beriladi va 20% bankda o'zida turadi. Omonat shartnomasi xuddi shunaqa. Omonat xohlasangiz siz foiz bilan, xohlasangiz foizsiz ham qo'yishingiz mumkin. Bu o'sha bank bilan qiladigan shartnomalar hisoblanadi. Aynan mana shu 761-moddamiz Fuqarolik kodeksidagi bank omonat shartnomasini shakllari haqida gapirib bergan bo'ladi. Yanada ko'proq ma'lumot uchun bizni kanalimizni kuzatib boring. Unutmang, Toshkent Law School abituriyentlarning eng yaxshi hamkori. Sizlar bilan Mirjalol Avazbekovich bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.